Ne oldu? Ulan! Ne oldu? Kalkıp titrep gitmişsiniz, yardımcısına iş var mı? Subhanallah. Elhamdülillah. Gerek yok. Etkisi yok, bana etkisi yok. Bana bu cinnin hikayesi diyen kitap ne? Öyle yavrum okusam korkup cinim çıktı diyen. Şunu bir yerde okugandım. Çünkü bir yerde beni kovdaydıgan sakçı var. Allahu Ekber. Yal tüygendi piyazlı kavlarlaşıp yelde ettim. Şehit aldın, peyzef aldın, çivisi göçmeli yaldın, tonları sıkıldın, sabırla kızdın, sapa savcıyı pakavdın, çaydan neyimiz pakavdın. Ya doktum ya doktum. Mantı. Ya Allahu Ekber. Mantı pişketti. Ne gelse. Esselamualeyküm usta. Aleykümselam. Mantı bağda? Bak. Balık mantı mı, petir mantı mı be? Va peti mantı mı ba, balık mantı mı ba? Ay, petir mantı değil aşağı. On ne kesler? Onun 3 mantı, 4 mantı, 5 mantı, 6 mantı, 7 mantı, 8 mantı, 9 mantı, 10 mantı meleket öldü ya. Bilmem ya. Geliştiriyor bir 5 mantı kanunun ağacı kadar. Bizim çıkıdır sana emeska. Türkan demeğinde altı bakma, gel bakımlısak mı da feydalı cumlaşmaydı. Hadi bakalım. Damaklı niye bastı? Tamam benim vallahi çay bitti. Satın. Kesa. Bu ne? Usta! Merkezde tolakalı usta merkezde. Bak! Mantı ne çıraylık tükülüp tüküyorsun ustam. Hoş. Bizim dükkanda mantının başına çıraylık tükümez. Şunda daha çıraylık tükütkenler. O Karaganda mantı tükenli mamay tükse. Bir de bilim olduğu okşayda çıraylık olduğu okşayda. Bana ve ufka bu mantının mamayla tükenliği nereden bile? Bana başıma mantının ışığını çıkar. Bu şu appak çaşı karab bildim. Abdurashidka. Men sizga bir tepishmoq aytib beray, tepmayman. Mang'almaydi tentirab, uy topolmay tentilab. Bola chaqa asti yo'q, xotin yurar ansirab. Bu nima? Aroqkash. Deb oldingiz Abdurashidka. Cho'nglar bizga har vaqt aroq bilan do'stlashqining, aqli bilan xo'shlashqining deb ta'lim berdi, shundami? To'g'ri. Siz bunday to'g'ri aytdingiz. Bo'libmi biz erlar bu donalarning so'zini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. To'g'ri bo'ldi. Amsa biz tomoshabin do'stlar bilan birlikda omon qolgan butulkining zarini bir anglab baxtlandik. Oyay. Şüküre, cemaat şüküre. Kıl kaldım ölgüle. Hakikaten hammaları kelganlar mening halimni ko'rgile. Mening ismim Ali Harak. Dadamning ismi Qo'noq Boyvachchi. Anamning ismi Echit Qo'xinim. Asli yurtim Bo'ston Qozon shahri. Tug'iliblar yeshik qamaldiq aka kubari. Mening bahayim tungdun kemlab parç sıtılsam 3 koy. Şeşiğe eğilip peçetlensem 15 koy. Korupkaga eğilip kaçılansam 30 koy. Men yok kızımaz her kandak ziyafet toy. Men şundak pakizem süzük. Lekin zaküskü bombası meni içmigen tüzük. Kadar, kadar,
Men o'zi gayi isil restoranlarda qimmat bahalı qadahlarga quyilib, gayi piyali ko'rishkilarga, hatto velosipedning qo'ng'irqiga va ba'zan de tavul shapaqlarga quyilsammi halim yo'q. Meni dardivalarni ichida yig'lab turib, xushal olganlarni ichida kulib turib, bekaga ichganlar g'adib ichida pul to'laganlar do'ng'oyoq. Men isil kiyimlarni birdamda chal qilaman, lekin hal bo'lmagan ishni hal qilaman. Meni bir rumki issingiz gelingizda g'iqildataman. 2 rumkida kuldirib pixildataman. 3 rumkida usul chiqilib qo'lingizda gildinglataman. 4 rumkida naqsh qilib g'ingildataman. 5 rumkida go'dgodong mungdashi, 6 rumkida saxiy bayvatchi, 7 rumkida mushlashtirman, 8 rumkida tamg'u ustiraman, 9 rumkida qarang'i uyga, 10 rumkida u dunyoga go'rga ziyoratga apiraman. Mayda karamatim bor mening. Sorunga kiradi, kam so'z, sipayi kirsangiz, chiqadi yo'lvasdak bökürtib yoki yig'lab bökürtib chiqarman. Agar men bilan do'st bo'lsangiz, pulingizdan bardi poldiron, yo'qida qalab o'tirang deydigan nurg'ulgan do'stga erishtirman. Meni ko'p ish bersangiz, yilda bir qitim doktorxonada o'zingizni cho'ng remonat qildirsangiz, buni az deb yana tiqi qansiysiz. Qon bisimingiz o'rlab turdi, yuragingiz ba'zan saklab turdi. Meni ishkandi ba'g'u, aq ko'ringanning alisa, saq ko'ringanning nalisa, bitmagan ishning chalisa, chitkayganning chavisi oshkorindi. Kazzablik, po'chilik, ittifoqsizlik, yana da namratlikning ko'pinchisiga mana men sababchi. Shunga men nurg'ulgan nashayan ishlarning lilla guvochisi. Qanday? Men nochi ekanman. Qanday? Maydaman. O'sha sheriklikka qarshi turib, yeb ichishni, omomning pulini buzib ketishni to'sgandan keyin men hali omon qoldim. Mana men bor ekanman, men hali qutulib qoldim. Lekin bir qism o'rinlar o'zini daptak, yuragini qoptak qilib, ya'ni omomning puliga yeb ichib, buzib ketib, ziyofat qilib, meni yana ay so'ringa boshlab kelyotdi. Anda olsun men sizlarga hozir o'zimning o'limdan qutulib, ya qish qilishimning sababini deb beray. 3 soatli ilgari 19 qarindishim bilan yishk turmusini azat qilinib, ziyofat shirasi ustiga qo'yildim. Dastlabda menga ko'ringan shira ustidagi belet, bachko qo'y to'xa, har xil qo'rimalar, o'l quruq kelmish tatli qo'rimalar. Ularning orasida mening bir navri singlim achchiqsi gullan uning sevgini lazjanmi tizlib ekan. Yani shira ustiga yig'nichalik nasib etmaydi. Birdilla Soyibxonning ovozi varaq churumni jemitdi. Qani, do'stligimiz chapchalab qolgan bo'lsa-mi? Deqsilar mehmonlar deb bir komand uribdi. Haliqi so'rindiki gap ichish musobaqasining mohirlari bas-bas bilan hujumga o'tdi. Arqadilla ularning arasidan birisi rumkini qo'lga olib so'z boshladi. Bak kayfitsizlar, sizlarga rahmat. Qani, hammanglar xo'sha deb rumkini og'ziga akapulab, aroqni sinchilab, qarab ishmay yagi to'kyapti. Aytafa, Hasanning qilni ilg'abdi degandek, mendek so'p-suzuk aroqdan kichikkinam dag'dak chekib to'kirib ishmay yagi to'kutishini. Ba'zanlar jinjolikni tekshiramiz deb men o't yiqib baqidi. O'zi qanchalik jin pokiz ekan dedi. Voy jon, voy hamda xuddi qanday qilay, voy jon. Arqadilla Soyibxonning o'rlashtirishi endi boshlandi. Hey, chavar, xo'sh, mana men sen helaqa diyansingchi muallim bilan bozor maktabning xonimini chaqirib kir, tansi boshlaymiz. Shu xonimni qichog'i chiqsam, a'lir qo'ymadi, ishdan tishlab deydi. Hey, bu degan xizmat meni bo'yladi deb ayt. Obdan ma'qul. Mana shunday tansi rasa qizudi, to'satdan tok o'chdi. Arada g'araz uqmaydiganlardan birisi helaqa tanslarning arzusi xilaf oldi. Shamdan birini yiqib mana mening beshimni to'qib qo'ydi. Shunday ki men Şam'dan oldum. Mening beshimni Şam bo'g'achga untilib qilib men aman qoldim. Shuni bu yoqqa qechib kelib oldim. Endi buningdan keyin nima kerak menda ishni bo'lmaydi deydi. Yeb ish bo'lmay qolib qolsa, men menga aman qolgan bo'lardim. Yana bo'p qilib, shiriklashib ketganlarning birasi meni qo'g'lab izlab kelib qolsa, haqqasimni o'tinib qolay. Meni ko'midi deb qo'yishadi. Men ketib olay. Xo'sh, qo'ygan.